Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 20 noyabrdan pensiyalarning ommaviy to'xtatilishi haqida gaplar tarqaldi. Bu xabar oddiy pensionerga ham, nogironlik pensiyasi olayotganlarga ham, boquvchisini yo'qotgan oilalarga ham, chet elda yurgan fuqarolarga ham bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bu mavzuda vahimaga tushish ham kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham juda xavfli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot yangilanmagan bo'lsa yoki bank kartasi bo'yicha muammo chiqsa, odam o'z vaqtida pensiyasini ola olmay qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiram. Oldin qanday edi? Hozir nima o'zgaryapti? Kimlar xavotir olish kerak, kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda pensiya vaqtincha to'xtatiladi va uni qanday qilib qayta tiklash mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki amaliy qadamlarni ham aniq aytaman. Qayerga borish, qanday hujjatlarni tayyorlash, arizada nima yozish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham saqlab qoladi. Avvalo, men eng katta noto'g'ri tushunchani tuzatib qo'ymoqchiman. 20 noyabrdan pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degani hammaning pensiyasi birdaniga bekor qilinadi degani emas. Pensiya bekor qilinishi boshqa, vaqtincha to'xtatilishi boshqa. Bekor qilish uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Masalan, odam vafot etgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta tasdiqlanmagan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola belgilangan yoshdan oshgan bo'lsa yoki hujjatlarda soxta ma'lumot aniqlansa. Va vaqtincha to'xtatish esa ko'pincha ma'lumotni aniqlashtirish, hujjatni yangilash yoki shaxsni tasdiqlash uchun qo'llanadi. Oldin ko'p jarayonlar qo'lda tekshirilardi. Pensioner mahallaga, bankka yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borar, hujjat topshirar, xodimlar ma'lumotlarni alohida solishtirar edi. Ba'zan odam boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa ham eski manzil bo'yicha ma'lumot turaverardi. Kimdir bank kartasini almashtirgan, lekin pensiya organiga xabar bermagan bo'lardi. Kimdir nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin muddatni o'tkazib yuborgan. Shunday holatlarda pensiya bir oy kechikardi. Keyin odam yurib tiklatar edi. Hozir esa davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Fuqarolik holati, yashash manzili, bank hisob raqami, nogironlik muddati, ishga joylashish holati, chet elga chiqib ketish muddati kabi ma'lumotlar ko'proq avtomatik solishtirilmoqda. Mana shu yerda ommaviy to'xtatish degan gap paydo bo'ladi. Aslida ma'lum xavf guruhidagi pensiya oluvchilarning to'lovlari tekshiruvga tushishi mumkin. Agar hammasi joyida bo'lsa, to'lov davom etadi. Agar nomuvofiqlik chiqsa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Birinchi navbatda hujjatlari muddati tugagan yoki ma'lumotlari eski qolgan fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan odam tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan belgilangan muddatga ega bo'lishi mumkin. Agar nogironlik 1 yilga berilgan bo'lsa va qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan bo'lsa, tizim buni ko'radi. Shunda pensiya odam endi haqli emas deb darhol butunlay olib qo'yilmasligi mumkin. Lekin qayta tasdiq kelmaguncha to'lov to'xtab turadi. Bu yerda pensioner men axir kasalman, o'zgarmaganman deb o'tirib qolmasligi kerak. Qonun uchun kasallikning o'zi emas, uni tasdiqlovchi amaldagi hujjat muhim. Ikkinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, 2 farzandga pensiya tayinlangan. Farzandlardan biri 17 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda pensiya davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, tizim 15 yoshga to'ldi, huquq tugadi deb ko'rsatadi. Natijada to'lov to'xtashi mumkin. Keyin talaba ma'lumotni olib keladi. Huquqi tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin vaqtida harakat qilinmasa, oila bir necha oy pul kutib qoladi. Uchinchi guruh chet elda uzoq muddat yurgan pensionerlar. Ko'pchilik farzandining oldiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. Odam pensiyasini kartaga olib turadi. Farzandi yechib beradi. Lekin ayrim holatlarda pensiya organlari shaxsning tirikligi, doimiy yashash manzili va pensiya olish huquqini aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Ayniqsa odam uzoq vaqt mamlakatda ko'rinmasa. Bank operatsiyalarida shubhali holatlar bo'lsa yoki kartadan boshqa shaxs muntazam foydalanayotgan bo'lsa, tekshiruv bo'lishi ehtimoli oshadi.
Bu chet elga chiqqan odam pensiya olmaydi degani emas. Bu ma'lumotni tasdiqlab qo'yish kerak degani. 4-guruh bank kartasi yoki hisob raqami bilan muammosi bor pensionerlar. Kartaning muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami yopilgan. Ism, familiya pasportdagi ma'lumot bilan mos kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner yangi pasport oldi, familiyada bitta harf o'zgardi yoki lotin yozuvida boshqacha kiritildi. Bankda bir xil, pensiya bazasida boshqa xil yozilgan bo'lsa, pul o'tkazmada qaytishi mumkin. Pensioner esa pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank rekvizitida bo'ladi. 5-guruh yashash joyini o'zgartirib, ro'yxatdan o'tish masalasini tartibga keltirmaganlar. Masalan, odam Samarqanddan Toshkentga ko'chib keldi, lekin pensiya hujjatlari eski tumanda qolgan. Oldin ham bu muammo edi. Hozir elektron solishtirish kuchaygani uchun yanada tez ko'rinadi. Agar manzil bo'yicha nomuvofiqlik chiqsa, pensiya organi odamni chaqirishi, ma'lumotni yangilashni so'rashi mumkin. Bunga e'tibor bermaslik to'lov kechikishiga olib keladi. Agar sizning pensiyangiz yoshga doir tayinlangan bo'lsa, pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, siz har oy pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz va hech qanday qo'shimcha shartli nafaqa olmayotgan bo'lsangiz, odatda kuchli xavotirga sabab yo'q. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo har doim ham pensionerning aybi bilan chiqmaydi. Ba'zan bazada ism noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Ba'zan bank ma'lumoti yangilanmaydi. Ba'zan hujjat skaneri eski qoladi. Masalan, 7 yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi yangi, pasporti amalda o'zi O'zbekistonda yashaydi. Unga hech qanday nogironlik muddati yoki talabalik ma'lumotnomasi kerak emas. Bunday holatda pensiya to'xtashi ehtimoli juda past. Lekin agar onaxon kartasini yo'qotib qo'ygan bo'lsa va yangi karta ochib, pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, pul eski kartaga ketishi yoki qaytib tushishi mumkin. Yana bir misol. 2 yoshli otaxon pensiyani naqd shaklda olardi. Keyin bank kartasiga o'tkazdi. Lekin telefon raqami o'g'lining nomida, bank xabarlarini o'zi ko'rmaydi. Kartada muammo chiqsa, otaxon bilmaydi. Shuning uchun oilada farzandlar otamizning pensiyasi kelyaptimi? Karta ishlayaptimi? Bankda qarzdorlik yoki blok yo'qmi deb tekshirib turish kerak. Men bu masalada eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Bugungi davrda pensiya to'lovlari ko'proq hujjatga emas, elektron tasdiqqa bog'lanib boryapti. Ya'ni oldin odam qog'oz ko'tarib kelib, "Mana menman" desa, ko'p masala hal bo'lardi. Hozir esa tizimlar o'zaro gaplashadi. Yo bazasida vafot qaydi chiqdimi? Pensiya to'lovi to'xtaydi. Nogironlik bazasida muddat tugadimi? To'lov to'xtashi mumkin. Bank hisobida xatolik bormi? Pul o'tmaydi. O'quv muassasasi ma'lumoti kiritilmaganmi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida savol paydo bo'ladi. Bu yomon narsa emas. Chunki davlat noqonuniy to'lovlarni kamaytiradi. Vafot etgan odam nomiga pensiya olib yurish. Soxta hujjat bilan nafaqa olish kabi holatlar oldini oladi. Lekin yaxshi tizim ham oddiy odam uchun muammo tug'dirishi mumkin, agar odam o'z ma'lumotini vaqtida yangilamasa. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya oluvchi uchun eng katta himoya bu hujjatning tartibliligi, birinchi vaziyat. Dilbar opa EBKS yoshda 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning nogironlik muddati 15 noyabrda tugagan. Qayta ko'rikka esa 25 noyabrga yozilgan. 20 noyabrdan keyin to'lovlar tekshirilganda tizimda muddati tugagan degan belgi chiqadi. Dilbar opa dekabr pensiyasini vaqtida olmasligi mumkin. U nima qilishi kerak edi? Oldindan poliklinika orqali hujjatlarni tayyorlab, ko'rik sanasini muddat tugashidan oldin belgilashi kerak edi. Agar baribir kechikkan bo'lsa, yangi xulosa olishi bilan pensiya jamg'armasiga topshiradi. Huquqi uzluksiz tasdiqlansa, to'lanmagan davr uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Akmal 19 yoshda. Otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U institutda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Lekin sentabrda o'qish joyidan ma'lumotnoma olib bermadi. Tizimda u 15 yoshdan oshgan shaxs sifatida ko'rinyapti. O'qish tasdiqlanmagan. Natijada pensiyada to'xtatiladi. Akmal men talaba-ku deb norozilik qiladi. Lekin pensiya organi uchun bu og'zaki gap emas. Rasmiy ma'lumotnoma kerak. U dekanatdan yoki o'quv bo'limidan kunduzgi ta'limda o'qitgani haqida ma'lumotnoma oladi. Pasport nusxasi bilan topshiradi. Shundan keyin masala ko'rib chiqiladi. 3-vaziyat. Murod aka pensiyasini kartaga oladi, lekin kartaning muddati oktyabrda tugagan.
Bank yangi karta chiqargan, ammo pensiya to'lov rekvizitlari eski kartaga bog'langan. Pul kelmaydi. Murod aka birinchi bo'lib pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tayinlangan, faqat to'lov texnik sabab bilan o'tmagan. Bunday paytda bankdan yangi hisob rekvizitini olib, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli to'lov bo'limiga yetkazish kerak. 4-vaziyat. Sayyora opa farzandining oldiga chet elga 3 oyga ketgan. Keyin yana 3 oy qolib ketgan. Pensiya kartasidan esa qo'shnisi pul yechib turgan. Tizimda pensioner mamlakatda yo'q, kartadan boshqa hududlarda pul yechilyapti. Shaxsning o'zi to'lovni olayotgani bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Bunday holatda pensioner shaxsini tasdiqlashi, zarur bo'lsa konsullik orqali hujjat yuborishi yoki O'zbekistonga kelganda pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Eng muhim nozik jihat shuki, pensiya to'xtatilsa ham bu har doim pul yo'qoldi degani emas. Agar siz pensiyaga haqli bo'lgan bo'lsangiz, faqat hujjat kechikkan bo'lsa, ko'p holatda huquq tasdiqlangandan keyin to'lov qayta tiklanadi. Lekin bu yerda davr. Sabab va hujjatning sanasi katta ahamiyatga ega. Masalan, nogironlik qayta tasdiqlanganda uzluksiz deb ko'rsatilsa boshqa, orada tanaffus bo'lsa boshqa natija bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki va'da bilan ish bitmaydi. Xodim aytgandi, mahalladagilar biladi, bankda tushuntirishdi degan gaplar yetarli emas. Har bir murojaatni yozma shaklida yoki rasmiy elektron murojaat sifatida qoldirish kerak, chunki keyin muddat masalasi chiqadi. Siz 21 noyabrda murojaat qilgan bo'lsangiz, lekin dalil bo'lmasa, tizimda 5 dekabr ko'rinishi mumkin. Shuning uchun ariza nusxasiga qabul qilingan sana qo'ydirish juda muhim. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi odamlar pensiya kamayganini yoki to'liq kelmaganini to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida sud qarori, aliment, kredit bo'yicha ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Pensiyaning ma'lum qismi qonuniy tartibda ushlab qolinadi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi emas, majburiy ijro byurosi yoki bankdan ham aniqlashtirish kerak bo'ladi. 4-nozik jihat ishonchnoma bilan pensiya olish. Agar pensioner o'zi bora olmasa, farzandi yoki yaqiniga ishonchnoma beradi. Lekin ishonchnomaning muddati, tuqashi notarial shakli noto'g'ri bo'lishi yoki bank talabiga mos kelmasligi mumkin. Natijada to'lov bor, lekin pulni olish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun ishonchnomaning muddatini alohida tekshiring. 5-nozik jihat vafot etgan pensioner nomiga pul kelishi. Oilalar ba'zan kartaga pul tushibdi, ishlatib yubordik deydi. Bu juda xavfli. Agar pensioner vafot etgandan keyin pensiya tushsa, bu ortiqcha to'lov hisoblanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun vafot holati bo'lsa, oila a'zolari tegishli idoralarga xabar berishi, keyingi to'lovlarni ishlatmasligi kerak. Birinchi qadam pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Har birining sharti boshqacha. Yoshga doir pensiyada odatda asosiy masala shaxs, bank va manzil. Nogironlikda asosiy masala tibbiy xulosa muddati. Boquvchisini yo'qotganlikda yosh o'qish, oilaviy holat va qaramlik ma'lumotlari muhim. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni tekshiring. Hujjat muddati o'tmaganmi? Ism, familiya, bankdagi va pensiya hujjatlaridagi yozuv bilan mosmi? Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, yangi hujjat ma'lumotlari pensiya organida yangilanganini aniqlang. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob bloklanmaganmi? Bank rekviziti o'zgarmaganmi? Bankdan hisob raqam ma'lumotnomasini olib qo'yish foydali. Agar pensiya kelmay qolsa, birinchi savol, pul chiqarilganmi yoki umuman hisoblanmaganmi? Bank pul tushmaganini aytsa. Pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'raysiz. Pensiya jamg'armasi pul o'tkazilgan desa, bankdan qaytgan to'lov yoki texnik xatolikni tekshirasiz. 4-qadam, yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish va pensiya hujjatlarini ko'chirish masalasini cho'zib yurmang. Tegishli tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiya ishim qaysi hududda yuritilyapti? Manzilim to'g'rimi deb so'rang. 5-qadam, nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, tibbiy xulosaning tugash sanasini bugunoq tekshiring. Sanani telefoningizga yozib qo'ying, farzandlaringizga ham ayting. Bu da tugashidan kamida bir oy oldin poliklinikaga murojaat qiling. Kasallik tarixi, shifokor xulosalari, analizlar, statsionar davolagan bo'lsangiz, epikriz avvalgi nogironlik ma'lumotnomasi tayyor bo'lsin. 6-qadam.
boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida talaba farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda talabaning EFA tug'ilgan sanasi, ta'lim shakli aynan kunduzgi ekani, kursi va o'qish muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ma'lumotnomani har o'quv yilida yangilash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir marta topshirganmiz deb xotirjam bo'lmang. 7-qadam, agar pensiya to'xtagan bo'lsa, darhol yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi sababga ko'ra to'xtatilgani, qaysi sanadan to'xtatilgani, uni qayta tiklash uchun qaysi hujjatlar talab qilinishi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa nusxasi, bank rekviziti, tegishli ma'lumotnomalarni ilova qiling. Ariza qabul qilingan sanani albatta qayd qildiring. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi. Zarur bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul idoralar yoki elektron murojaat portallari orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin, pensiya turi to'xtagan sana, murojaat sanasi, berilgan javob sizning talabingiz. 9-qadam, hujjatlarning nusxasini saqlang. Ko'pchilik eng katta xatoni shu yerda qiladi. Hujjat topshiradi, lekin nusxa olmaydi. Keyin topshirgan edim deydi. Dalil yo'q. Har bir ma'lumotnoma, ariza, bank rekviziti va javob xatini rasmga olib telefoningizda saqlang. Yaxshisi alohida papkada saqlang. 10-qadam, oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizim, karta, SMS, ariza kabi narsalarni tushunmaydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Lekin yordam beraman deb kartani butunlay o'z qo'liga olib, pensionerni bexabar qoldirish ham noto'g'ri. Pensioner o'z pulining kelishi, miqdori va sarflanishidan xabardor bo'lishi kerak. Vahimaga tushib, hammaning pensiyasi to'xtarkan degan gapni tarqatmang. Avval o'zingizning holatingizni tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabar rasmiy asosga ega bo'lavermaydi. 2-dan, vositachilarga pul bermang. Pensiyangizni tasdiqlab beraman, bazadan o'tkazib beraman, tanishim bor degan gaplarga aldanmang. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar huquqingiz bo'lsa, uni parasiz ham tiklatasiz. Agar huquq bo'lmasa, hech qanday tanish qonuniy qilib bera olmaydi. 3-dan, yolg'on ma'lumot bermang. Chet elda bo'la turib, men shu yerdaman deyish, talaba bo'lmagan farzandga talabalik ma'lumotnomasi qidirish, vafot etgan odam nomidan pul olish juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ortiqcha to'lov qaytariladi. Ayrim holatlarda javobgarlik ham kelib chiqadi. 4-dan, muammoni cho'zmang. Pensiya kelmasa, 1 oy kutay, 2 oy kutay demang. Har 1 oy kechikish keyingi hisob kitobni murakkablashtiradi. To'lov kelmagan 1-haftadayoq bank va pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Demak, 20 noyabrdan pensiyalar bo'yicha gap ketayotganda asosiy masala hammaning pensiyasi bekor bo'lishi emas, balki ma'lumotlarni tekshirish, hujjatlarni aniqlashtirish va xavf guruhidagi to'lovlarni tartibga solishdir. Kimning hujjati joyida bo'lsa, bank kartasi ishlasa, pensiya olish huquqi saqlangan bo'lsa, odatda qo'rqishga asos yo'q. Lekin nogironlik muddati tugaganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lganlar, chet elda uzoq yurganlar, kartasi yoki manzili o'zgarganlar albatta tekshirishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Pasportingizni, kartangizni, pensiya turini, kerakli ma'lumotnomalarni tekshiring. Agar pensiya to'xtagan bo'lsa, og'zaki yugurib yurmay, yozma ariza bilan sababni so'rang. Sababni bilsangiz, yechim ham aniq bo'ladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovi bilan muammo bo'ldimi? 20 noyabrdan keyin kimdadir to'lov kechikdimi? Yoki hujjat so'rashdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video 1 oylik pensiyani kechikishdan saqlab qolishi mumkin.